Becirgen kenti. Xaybov atritidagilarning Serakchaqlarning kitovini tepish yo'lini to'sish uchun shavqinliq eqiyotgan shoqiratmaga oldin kelgan chov bilan yo'g'on eg'izning bu qitim qandoq buzg'unchilik plani bordi? Böyle kıyıydı o, ha? Yok hani kız neymiş çıkıp yürüysen ha? Başlık ben kımmadım. To'liq ko'tildimay Xaybov atritidagilarga taqobil turadigan amal topmabsan. Başlık, öldürmeyi durmamsız. Uzağa takabül durduğun amalını pırlı tevip koydum. Bırak, biz aval bir kıl belik köpüşümüz gerek. Yani belikma sen zaten belik işlerini oylaysan Başlık gibi anlamamsız. Aval biz bu kıl belikni tapsakla. Xaybov atritidagilar mengü kitapni izgilip baramaydı. Ha? Balday Sami endi kapsizlik qilmagan ha? Yana jiddiy ahvol yuz bergan o'xshaydi. Shovqin chiqaradigan bilan xatarga uchirdi. O'rni shovqinliq chaqiratma. Biz tezroq berib shovqin chiqaradigan biliqqa yordam qilaylik. Xaybov atritidagilar yo'lga chiqibdi. Mangda qamsa. Yok hani kız kandak belik tuttun sen. Neyman sert belik bu? Başlık korkmak bu diye şovkun çıkırdığın belik. Bu pek yama. Şokun çıkaram da. Bakın da o belik bilen neymi karım tezrek onu taşlama. Başlık bu kayıtımda planımızda onun küçüğü tayinişimiz gerek. Yok hani kız senin bu keşfiyatında çatak çıkmaz ha? Hatırlayacağım bulan başlık. Ben keşf qilgan signal berish uskunasi har qanday muhitda Xaybov atritidagilarga saqt signal yo'llayalaydi. Ular cho'qin bundan oldinmidi. Yaxshi, Xaybov atritidagilar qachanmaydigan bo'ldi. Ular rastlı yaptı. Yok hani kız tezrek keyinki qadamdagi harakatni boshlaylik. Xo'p, başlayk. Xaybov atritidagilar mening yanglab yetishtirgan shovqin biliqimning karomatini shovqin biliqimning karomatini ko'rib bekmanglar. Pa, sovuqluq sovuqratma. Bəhsi çoğun. Hər qancha bolsun senin nəfsində çoğ emasdı. Qarangla. Bu shovqin chiqargan biliqchanda. Nimachi cho'ng biliq bu? Hammalar tez qochinglar, neri ketinglar?
önkürüp ekan biz u yerga kirib yoshini olayli. Annanglar tez kirolinglar. Ha? Ular kıltak çıktı. Biz muhabbet kazandıgan bulduk. Nimanda qarаңғы. Bu qayerda? Nimachi qarаңғы yerda bu? Biz bu yerdan tezroq chiqib ketishimiz kerak. Endi qanday qilamiz? Shonimi yorlandi. Önkürning og'zida shovqinliq piyliq bor. Bu yerdan chiqib ketolmaymiz. Biroq, boya önkürning o'rtasidan shamol chiqqandek his qilgan edim. Shomi, yana ozroq bardoshlik bergin. Muvaffaqiyat kazandım. Ben ağrı kaybol etrafındakilerini bu yerge solap koydum. Hey, bu mumkin emas-ku. Xeybav ətrətidikilər, yaxşımısılar? Mən əqli iqtidarlıq tömür qəpbəz. Mənim xocayinim yoğan iğizning sizlərdən aqlliq ikənligini isbatlash uchun sizlər mening kalla qatirdigan bir savolimga javob berishinglar kerak. Agar to'g'ri javob bera olsanglar, sizlarni qo'yib etaman. Xato javob berib qo'ysanglar, xojayinim sizlarni ep ketadi. O zaten ne bir iş? Kimsenin başla sıkısın dedi. Başlayık. Ben fakat özümün ulan akıllı ekanligimni isbotlamoqchi edim. Başliq meni kechirdim. Endi hargiz unday qilmayman. Gapimni tushundinglarmi? Sizlar kallanglarni ishirtib, bir savolimga javob bersizlar. Nima? Qolishadigan savolmi? To'g'ri, sizlar javob beramsizlar yoki voz kechamsizlar? Albatta javob beramiz. Endi siz tezroq savolingni so'ra. Savol: Gul nima tug'udi? Gül nima tug'digandi? Gül chinga tug'di. U nurg'un kepinak va asallarni o'ziga jalb qila oladi. Kechiring, javobingiz xato bo'lib qoldi. Sizning cho'ng mingningiz to'liq yetilib bo'lmayapti. Meni ko'zga olmayapsansan? Tilla. Gül nima tug'digandi? Bu vaqt tug'andi-ya. Kechiring, xato javob berdingiz. Sizning javobingizdan qaraganda siz insonlardan emaskansiz. Men demisimi inson emas. Men degan cho'q haybov. Kaybol hata cevap verdi. Endisine yavaş bilen teslim bolanglar. Rastlı bir top kalmalar ekan ku. Sizlar 3 qitim xato javob berdinglar. Bu sizlarning mening xo'jayinim yo'g'on ig'izdan aqlli emasliginglarni isbotlaydi. Hozir sizlarga oxirgi qitim javob berish fursati beraman. Hozir 10 sekund vaqtinglar qoldi. Gul nima tug'udi? Ta'til hisoblash boshlandi. 10, 9, 8, 7, Sırayı fırsat kalmadı. 6, 5, 4, 3, Gül nima tug'digandi? Nima tug'digandi? 2, Ha, bildim. Yer yanqim ig'izi. 1, 0. Qo'to, bu degan qandoq vaqt? Hozir yeydigan narsani o'ylayapsan? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. To'g'ri javob berdinglar. Gulning tug'ishi albatta yer yanqi meg'izi bilan ongdash keladi. Yer yanqi meg'izi deydigan bir xil yemeklik bor. Bu kalliqqa turadigan savolga to'g'ri javob berganinglarni tabriklayman. Kömür kapas, hemen igangni mazaq qilgudek bo'ldingmi? Ulan doğru cevap verdi. O ebler. Başlayık. Menden ağırından. Biz yeni fursat var. Kavva. Ne güzel eğimlik. Nimet ekmeği zorla kömür kadar yazan bir evde ha. Sen çanalayman o kavva mı? Başlayık. Seni o zaman evde koymuşsun.
yerden çıktık. Biz qutulib qoldik. Xiaomi, biz hazırlı Burtuk doktor bilan aloqalashayli. Iliqi shovqin chiqaradigan beliq nemishqa tuyuqsizda bizga hujum qiladi.